Tekinga ham beraveramiz, kelavering bemalol. Ishonch avto bilan Gollux birgalikda ish boshlardikmi? Demakki ishimiz zo'r bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Bizning lokasiyamiz o'zgargan, ha? Shularni tushuntirib o'tib ketaylik. Bizning lokasiyamiz o'zgargan. Toshkent shahardan Sergeli mashina bozoriga qarab kelaverishda, mashina bozoriga yetmasdan 10 qo'lda bo'ladi. Gollux deb yozib qo'ygan. Demaymiz degan akamiz bor, Rahmonal akamiz bor. O'shani salonini to'g'raysiz. Yonimizda benzin zapravka bor. Mashina bozoriga где-то bir 600 metr, 700 metr yetmasdan. Har doimgidek shu pullari kammi, ko'pmi, qancha puli bor, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Yordamimizni ayamaymiz. Bemalol kelib, ikkilanmasang kutib qolamiz, kelaveringlar. Xullas quruq qo'yib yormaymiz, kelgan kunlarni xullas quruq qo'yib yormaymiz. Hech kimni xafa qilib jo'natmaymiz. Xudo xolsa inshaalloh. Eng pasti bizada nomeriga pul topib kelsin, ha? Hech bo'lmasa nomeriga pul topib kelsin. Uni sababi hozir atsengalarimiz tashlagan, xudo xolsa inshaalloh atsengalarimiz yaxshi tomonga o'zgarib qoladigan bo'lsa, keyin bir so'm pulsiz ham qilib beraveramiz. Bizda trading xizmati bor, variant xizmati bor. Trading bu o'zini eski min yurgan mashinasi bo'ladigan bo'lsa, o'shanisini olib kelsin. 300-400 dollar bozorga qaraganda qimmatroq olib qolamiz, to'g'rimi? Shunaqa. Qanaqa mashina bo'lsa, Jigulisi bormi, Damas'i bormi, yetib kelsa bo'ldi. Shu yerga yetib kelsa bo'ldi. Inshaalloh quruq qaytarmaymiz. Keyin narx variantlarimiz ham bor, nasiya savdolarimiz ham bor. Nasiya savdo shu variant. Kimdir istoriyasi qanaqadir yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, kelsin variantga ham qilib beraveramiz. Tanlagan mashinasini xohlasin bizdan tanlasin, hozirdan xohlasin bozordan tanlasin. Keling, mana jentralarimizni ko'rsataylik. Faqat nomerga chiqarib olgan jentralarimiz bor. Damaslarimizga ham faqat nomerga pul topib kelsin, chiqarib beraveramiz. Damazlarimiz mana eng kam 21, 22, 23 yoshda ishlab chiqarilgan. Faqat shu nomerlarga pul olib kelsin bo'ldi. Oyliklari yumshoq chiqadi. 2 million 200 ming, 2 million 300 ming oylik chiqyapti. Shunaqa. Oldin chiqardi, masalan, bosh to'lov qilib berardik, 3,5 million oylik chiqardi-da. Shunaqa. Hozir 2 million 200 ming oylik chiqyapti. Demak, oylik to'lovni yutdi-da. Shunaqa, oylik to'lovni yutdi. Xullas, bergan pulingiz patera bo'lmaydi-da, o'ziga. Har qanaqa mashinamiz bor. Monza deysizmi, Nexia 3 mi, Cobaltmi? Xullas, har xil o'zining holatiga qarab narxlar kelib chiqaveradi. Xullas, o'rtacha oformiylar nomeriga rasxodga pul olib kelsa bo'ldi. Shu atsengasi oshib ketadimi, tushib ketadimi, xudo xolasa, shunaqa davom etishda harakat qilamiz. Inshaalloh. Keling jigarim. O'zimizning jemni mashinalari har xilidan bor. Mana shu jentralarda nechta bo'lyapti? 1, 2, 3, 4, 5 ta jentrani faqat nomeriga pul topib keling. Hamma rasxod ichida qilib beramiz. 11 ta viloyatga. Bitta pasport bilan kelasiz, bitta prava bilan kelasiz. Adashim, yana bitta narsa bo'ldiki, kechidan xudo xolasa Andijonga ham ochildik. Andijonga ham ochildi, xudo xolasa. Andijonga ham qilib bera olamiz. 12 ta viloyatga bo'ladi. 12 ta viloyatga. Bo'ldi. Bemalol telefon qilib kelaversin. Xohlagan mashina bor. Endi shu unaqa ajrat shu, Andijonga ham qilib bera olyapmiz. Keyin yana bitta narsani qilib yuboramiz adash. Kelgan kinillarimiz azincham kechroq kelib qoladi o'zlari. Yotoq joy kerak bo'lib qoladi. Bonusiga yotoq joyini qilib bersak, birgalikda maslahat bilan, ha? Keyin qarang, obedini qilib bersak. Keyin ishini hal qilib bo'lgunimizcha tepada bilyardimiz bor-ku, ha? Bilyardimiz tekin, suvlari bilan tekin. Shu adashim ikkitamiz o'zimiz yonimizdan to'lab beramiz. O'shanaqa sharti bilan, ha? Xursand bo'lib ketsa bo'ldi. 50 so'm, 100 so'm topgan pulimiz azincham halollab bersak bo'ldi. Bo'ldi, qilamiz. Qo'limizdan keladi, qila olamiz. Salon kiramizmi? Mayli, bemalol, qani kelinglarchi. Assalomu alaykum. Mana salonimizni ham jentra sifatlari, Monza, Labo, Tracker, Cobalt, xullas jemga bog'liq bo'lgan barcha turdagi mashina bor. Shunaqa. Nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Qizlarimiz bor, telefonga javob beradigan. Barcha qiziqqan savollaringizga javob beradi. Monza, Cobalt, Tracker. Mana Labo'miz. Rasxodini qilib olasiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Rasxodni beraveramiz, adash. Rasxodini qilib olsin. Ishini bir kunda hal qilib beramiz. Mashinaning holati zo'r. Mashinaning holati zo'r. Sifat mashinalar turibdi. Arzon, qulay sifat mashinalarimiz turibdi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Monza, kraskasi top-toza. Mana mashinaning holati. Bularda ham oylik to'lovlar tushib ketdi. 6 million 800 dan chiqardi. Hozir 5 million 900 ming, 6 million chiqyapti. Bosh to'lovi
Xo'p. 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar bilan hamma narsa chiqib ketadi. Hamma xarj ichida. Hozir naqdga olaman sen 9 million pul ketyapti, hozir. Naqdga olaman sen. Shunaqa. Asfalt. Mana trekker, Primera. Kraskasi top-toza. Propan gazlar bilan turibdi. Mashinamiz holati zo'r. Mashina holati zo'r. Turmaydi. Bu ham xuddi shunaqa. 1,5 ming bilan chiqib ketadi. 1,5 zo'r-ku. Keldiku zamon. Yashash kerak. Mana jentralarimiz. Rasxotga chiqib ketadi. 23, mana 21 rasxotini qilib chiqib ketaveradi. Mana kubullarimiz. Xullas, Kubullarimizdan 21 dan 26 gacha bor. Bular ham shu eng pastda rasxotga chiqib ketadi. Faqat uning uchun bizlarga like bosing, bizlarga obuna bo'ling, bizlarni qo'llab-quvvatlab turing. Keyin biz xudo xolasa inshaalloh sizlarni qo'llab-quvvatlashga jamoamiz bilan, adashim bilan birgalikda va'da beramiz. Faqat uning uchun sizlar bizlarga obuna bo'lishingiz kerak, подписка bosishingiz kerak. Mana Telegram sahifalarimiz 99 mingta, 100 mingtaga oz qolibdi, xudo xolasa inshaalloh. 100 mingta bo'lsa, mashina beraman deganman, bitta Matizmi, Nexia birmi beraman deganman, va'da, xudo xolasa beramiz. Uning uchun bizlarga shu obuna bo'lishingiz kerak, подписка bosishingiz kerak. Keyin yana bizning ish vaqtlarimiz ertalab 9 da boshlanadi. 9 dan 9 gacha shu yerdamiz. Keling, olib keling eski mashinangizni. Mashinangizni baholatib olib keling. Baholatib olib keling. Bozordan baholatasizmi? Mashinaga tushunadigan mashina purushlardan baholatasizmi? Shularga qaraganda kamida 300 dollar balandroq olib qolamiz. Gapimiz gap. Kelib so'rab olavering. Telefon bilan ko'rsatib, o'tirib, mana qilib bahs qilishadi. Assortimentlarimiz ko'p deymi yo Viberimiz ko'p deymi? Assortimentlarimiz ko'p, Viberimiz ko'p. Tayyorlanayotgan mashinamiz bor, kirayotgan mashinamiz bor. Misol, kubullarimizni, misol oqi desangiz oqi bor, mokri desangiz mokrisi bor, qora desangiz qorasi bor. Nexia ushlarimiz ham xuddi shunday. Oqi desangiz oqi, qora desangiz qorasi. Gazli desangiz gazli, gazsiz desangiz gazsiz. Probey kami desangiz probey kami, probey ko'proq desangiz. Xullas, Viberimiz ko'proq. Solishtirib ko'rsin. Ko'chada mana hozir tayyorlanayotgan mashinlarimiz bor, yuvib taralib chiroyli kirib ketgan mashinlarimiz. Xullas, har qanaqa mashina o'zimiz jenoshdan topib bera olamiz, bor. Bizdagi mashinalar yo'q bo'lsa, bozordan sotib olib bera olamiz. Shunaqa joylarimiz ham bor. Yana ham solishtirib kelavering, bemalol, solishtirib ko'ring. Shunaqa. Solishtirib, mana oddiy keyin xarid ham bo'ladi. Mana hozir to'g'ri, kraskalar toza, gazi bor, 23 buni xuddi shu. Tayyor mashina. O'sha 1,5 ming dollarga mana 25 ni ham qilib beramiz. 25 ni qilib beramiz. Yurmagan, 5 ming yurgan mashina. 5 ming yurgan. Probeklari, mashina holati ideal holatda. Mashina zo'r holatda. Faqat tayyor, faqat minadigan mashina. 25-yil ishlab chiqarilgan. Endi kreditga mashina olgandan keyin u mashina kreditni to'lab bo'lgunicha bez remont yurib berish kerak. Buni kredit to'laysizmi, ro'zg'oringizga ishlatasizmi, mashinaga rasxod qilasizmi? O'shanaqa mashina olish kerak. Azimcha sifatliroq mashina olish kerak. Kreditga mashina olgandan keyin men o'zimning shaxsiy fikrim, maslahatim ham shular. Nima deysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana mashinaning holatlari zo'r holatda turibdi. Mana Nexia ushlarimiz. Kimga qora rangda, kimda oq rangga, kraskalari toza, 70 ming, 80 ming yurgan mashinalarimiz. Mana mashina holatda. Ishlarini bir so'rang, mana. Ularni oldin mana jentralar. 300 dollar, 400 dollar qilib berardik, adash. Oyliga 4,5 million chiqardi. Shunaqa. Hozir oylik to'lov shunday. Bir 1,200, 1,5 dollar chiqaversa, oyliga 3,5 million. Ana. Oylik to'lovdan yutkazish ekan. Qiynalmaydi, qiynalmaydi. Ertaga to'lashi bor buni. Bir oy bir pasga keladi. Shunaqa. Birovga pul beraman desangiz, oyingiz 24 dan qaytaveradi. Birovga pul olaman desangiz, 31 dan qaytaveradi. Kun tez ketaveradi, birov pul beraman desangiz. Xullas, oylik to'lovi tushgan. Jentralar qarang, mana shular 5 milliondan tepada chiqardi oylik. Albatta 8 ming. 5 yilga 5 million turadi. 2021-yilda ishlab qolgan Cobalt'ni shunchaki bitta obzor qilib berib ketamiz. Mashina holati zo'r holatda turibdi. Mana gazlari bilan. Qarang, salonlarni bitta oling, tayyor mashina. Hozir oylik to'lovlarni tushuntirib o'tib ketaman. Mashina tayyor. 4 ta yumshoq balonlari ham bor. Xullas, mashina kreditni to'lab bo'lguncha bez remont haydaydigan mashina. Inshaalloh, kalotkasi bilan yog'iga qarab. Buni oylik to'lovi keladigan bo'lsak, 5 yilga 3 million 850 ming so'mdan chiqadi.
4 yilga 4 million 300 dan chiqyapti madash? 4 300 ming chiqyapti. 4 million 300 dan chiqyapti. 3 yilga 5 million 5 bo'ladi. million 50 ming, 5 million 100 ming oylik chiqadi. 5 yilga olib qo'yib, 3 yilga olaversang bo'ladi-yu. Ozgincha pulni inflyatsiyasidan yutib oladi. 5 yilga olib qo'yib. Boshlang'ich to'lov o'sha $1000 atrofi. Hozir naqdga olsangiz o'sha pulga yetib qolyapti. Adash. Hozir masalan mana shuni boshlang'ich to'lovsiz oling, hujjatini qilib oling bo'lsangiz ham $900 oshib ketyapti. Shunaqa ketyapti. 11 million, 11 million pul ketyapti hozir. Bu boshlang'ich to'lovga kirmaydi bu. Faqat dokumentning o'ziga. Faqat hujjatiga deb bergan $1000 pulingiz, lekin oylik to'lovlar, shunda haqiqatan oylik to'lov 21lar 4 million 350 dan chiqardi 5 yilga. Shunda qarang 500 ming so'm. 500 ming, 600 ming oylik. 500 ming so'mda 60 oyga bo'ladigan bo'lsa, hazil pul emas. Zo'r variant. Yaxshi tomonga o'zgarish. Xursand bo'lish kerak bundan. 8 ming yomon emas oylik. Albatta. Qanchadan to'g'ri kelyapti? 100 mingdan oshiqdan to'g'ri kelyaptimi? Kuniga 125 ming, 130 ming. Mana misol, mana Nexia 3lar. 2,5 million so'm oylik yomon emas. Avtomatga olib kel 22. Ha? Mashina toza. Bular ham shunaqa rasxodga chiqadi. Kuniga 120 ming, 115 Bular ham ming. rasxodga chiqadi. Xohlasang kunlik o'lab beramiz. Ha, Gentra. Bu Gentrani qildik hozir Abdura. Gentra. Gentrani. Xullas gentralarimiz Mana qora Gentralar. ko'p, qora, Ha? bezluk, luklik. Mana. Kimga qanaqa qiziq bo'lsa, Bundan ortiq qanaqa mashina kerak endi? 21. 21lar ham nechta chiqadi adash? Bundaqa 4 million 250 ming. 4 million 250 ming chiqadi. 5 million edi. Salkam 5 million edi. Nexia ushlar shunaqa chiqardi oylik. Shunaqa chiqardi. 4,5 dan 4,3 ming chiqar edi. O'sha holat zo'r holat. Gentrani oylik hozir Nexia ushlarga chiqadi. Yomon emas. Kobutlarimiz, Mana kraskalar toza, yaxshi kobutlarimiz. 23. 23 Cobalt. 23 oyiga necha million chiqadi? 23lar oyligi 4 million 200 ming, 4 million 200 4 ming. million 300 ming chiqadi. 4 million 4 million 8 gacha to'ladiku odamlar. Boshlang'ich to'lov $1000 atrof. Shunaqa. Mashina holati zo'r. Qanaqa rasxodda bu ham. Yana bitta narsa, bizlarni qo'llab-qo'llab tursangiz, bizlarga aktiv bo'lsangiz, bizlarga like bostirsangiz, mana shu videolarni yaqinlaringizga jo'natib turadigan bo'lsangiz, keling, haqiqatan adash va'da, to'g'rimi? Bittadan bonus qilib beraveramiz. Polik desa polik, mejigar desa mejigar, videoga desa videoga desa chexol desa chexol. Qo'ldan kelgancha hech kimni qo'rq qaytarmaymiz. Faqat bizga like bosish kerak. Xursand ketadi xudo xolasa. Faqat bizga like bosish kerak, bizlarga obuna bo'lish kerak. Yana bitta narsa, 90lik 123 42 42 telefon qilasiz, qiziqqan savollaringizga javob beradi. Adash? 90lik 288 77 71 raqam telefon qilsa ham bo'ladi. Qiziqqan savollaringizga javob olasiz. Qiziqqan savollaringiz barchasi javob beradi. Uning uchun faqat sizlar like bosishlaringiz kerak, bizlarga obuna bo'lishlaringiz kerak. Bizlarni qo'llab-quvvatlang. Haqiqatan mehnat qilyapmiz. O'zimiz uchun ham mehnat qilyapmiz, sizlar uchun ham. Faqat sizlar uchun deb maqtana olmaymiz, o'zimiz uchun ham mehnat qilyapmiz, oilamiz uchun, tirikchiligimiz uchun ham mehnat qilyapmiz. Harakat qilyapmiz. Lekin shu rozichilik bilan qilib ketaylik deyapti shu ishni. Nima deysiz, to'g'rimi? To'g'ri.